Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda YouTube'dagi urushlarni ko'rib chiqamiz. Urushlar kim sabab bo'lib o'tmoqda? Agar bilsangiz, YouTube'da Muhash Fan degan YouTuber bor. Mana shu. Bu YouTuber Trash YouTubers Trash YouTubers bilan Muhash Fan anchadan beri urush qilib kelmoqda. Bunga sabab Mitsu, ya'ni Trash YouTubers Mitsuga qarshi videolar qo'ygan. Muhash Fan esa Mitsuning fanati bo'lganligi uchun Mitsuning tarafini olmoqda va Trash YouTuberni sharmanda qilish uchun uning yuzini, ya'ni mana shuni postiga qo'ygan va bu Trash YouTubers degan. Trash YouTubers ham qolishmasdan uni ham yuzini postiga qo'ygan, lekin ko'pchilik bu Pinterest degan. Ko'pchilik bu Pinterestligini isbotlagan, lekin men ham buni Pinterestdan ekanligini ko'rdim. Muhash Fan Trash YouTuberning yuzini jonli efir qilayotganda ko'ringan va rasmga tushirib olganligini aytgan. Trash YouTuber esa bu men emasman deb izohlarda qoldirgan. Mana ko'rdingiz o'zingiz. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz, bu Trash YouTubersmi? Men esa unchalik o'xshatmayapman. Keyin Muhash Fan esa yana bir YouTuber bilan urush qilgan. Mana shu. Nomini o'qiy olmadim. Muhash Fan postiga u qizni yomonlab qo'ygan. Unga xate qilib tashinglar deb. Chunki u qiz ham Mitsuni xate qilib yomonlab video chiqargandi. Xullas, Mitsu haqida haqiqatlar shunaqa videolar chiqargandi. Muhash Fan bunga chidolmasdan postiga qo'ygan va xatelar qilib tashinglar degan. U qiz mana shunga o'xshash videolar qo'ygan. Shuning uchun Muhash Fan uni xate qilishlarini postiga qo'yib so'ragan. Xo'p, YouTube'da katta janjallar bo'lyapti. Xo'sh, siz bu ayb kimda deb o'ylaysiz? Eng katta ayb kimda? Muhash Fan, Trash YouTuber boyagi qiz shulardami yoki Mitsudami? Xo'sh, kimda deb o'ylaysiz? Javobingizni yozing.